Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google, Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshatsizlarni 10-qismini olamiz. Sizlar esa har doimgidek like bosib, kanalga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Biz esa videoni boshladik. Xo'p, dunyoni yaratishga kiramiz va kreativga o'tkazib olamiz birinchi navbatda va mana bu yerdagi Java versiya qiladigan modlarni o'rnatib olamiz. Если что, Telegram kanalimda bor, ссылка описанияda bo'ladi. Xo'p, endi bizning birinchi sidimiz judayam ko'p marta yozilgan 2013 prям judayam ko'p marta yozilgan va nihoyat uni ham chiqaryapmiz. Ya'ni telefon ozgina qatiyapti, bunga e'tibor bermaysizlar. Hozirgina перезагрузка qildim. Hoppa, dunyo yaratildi va nimadir bo'lishi shart bu nimada sitda, chunki buni juda ko'p marta yozdi. Bitta bratimiz, bitta obunachimiz juda ko'p marta yozdi. No, mayli. Mana qishloq bor ekan. Ajoyib. Mana u yozganiga yarasha bitta qishloq bor ekan. Ajoyib. Va bu yerda bitta kuznica ham bor ekan. Juda ham ajoyib. Mana bu qaranglar buni chiroyliligini, buni shinamligini qaranglar. Nima bu поле зрениyaga kimdir bam berib yubordimi? Onasini ham san to'g'irlash kerak bo'lyapti hozir. Cho'ta g'alati bo'lyapti, cho'ta yurish ham qiyin bo'lyapti, cho'ta g'alati. Hamma narsa g'alati bo'lib qolgan. Onasini ham to'g'irlab qo'yaman hozir. Wow! Sandiqda shunaqa narsalar bor ekan. 3 ta olmos, 4 ta temir va 2 ta oltin va paypoq degandek nima botinkalar bor ekan. Короче, o'zingizlar tushundinglar. Ajoyib, hammasi juda ham zo'r, hammasi juda ham shinam va qulay. Va ajoyib bemalol videolar olishingiz mumkin. Bemalol eng asosiysi esa mana bu yerda dengiz bor va buning ichiga sho'ng'ish mumkin. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz bu Hackerjon. Hackerning nimalari uchun, obunachilari uchun, fanatlari uchun, fanatkalari uchun bo'lgan sid. Menimcha yoki o'zi uchunmi? Mana bu prям mashatda ekan. Ajoyib, prям nima bo'lyapti? Tashlandi qishloq ekan, onasini nemisin? Tashlandi qishloq. Yo'pirasida yaxshi. Fakelda otib yoramiz har doimgidek. Agar sizga bo'lsangiz har doim fakelda otib yoraman nimagadir yoki просто yoqmaydimi? Mana bu yerda sandiqcha va sandiqning ichida musor. Mayli. Hech bo'lmasa qishloq bor ekan, mana nimalar. Qishloqlar ham zombiga aylanib qolgan ekan-da. Tashlandi qishloq bemalol. Kim uchundir, agar kimgadir horror videoga ideya kerak bo'lib qolsa yoki videoga qishloq kerak bo'lib qolsa, mana mashdan bemalol olishingiz mumkin. Qaranglar buni chiroyliligini, ham o'zi dekoratsiya qilgan. Mana yana bitta qishloqqa, yana bitta qishloqlar, hammasi zombiga aylanib qolgan, juda ham ajoyib. Bemalol horror videosingiz bo'ladi. Mana maytda ham bor ekan, prям yoqib olish kerak bunaqa zombilar bizga kerak emas. Va bir chiroyli yonyapti do'stlar. Mana shunaqa nima bor ekan, qishloq bor ekan va mana bu yerda suv bor ekan. Biz esa davom etamiz bizning keyingi sidimiz. O'lik qishloq. Hoppa, va dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda, o'lik qishloqda prям o'liklar to'lib ketgan bo'lsa kerak. Yoki yana bilmadim, yana nima bo'lishi mumkin yoki bu hech narsa o'xshamasligi mumkin, chunki o'dan keyin anaqa nima edi, tutuq belgisi bo'lganligi uchunmi yo bilmadim. Balki o'xshamas, balki o'xshar, balki yo'q. Hozircha hech narsa ko'rinmayapti. Mana bu tomonda anaqa bor ekan. Balchiqli zona nima deylardi? Bolota ruschalab, o'zbekchalab nima deyiladi bu? O'zbekchalab esimda yo'q. Короче, kim bilsa kommentga yozib yuborsa, ладно. Xo'p. Qaysi tarafga borganimiz ma'qul? Qaysi tarafga? Bu tarafga boraylikmikin? Cho'ta bu tarafda hech narsa yo'qga o'xshayapti. Mana bu yerda suv unchalik chuqur emas ekan, sho'ng'ib boraman desam. Mayli, bu tomonda ham hech narsa yo'qqa o'xshayapti. Yana bilmadim, balki nimadir bordir yoki juda uzoqdami yoki yaqindami yo o'tkazib yubordimmi? Mayli. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz bu USA. Xo'p, dunyo yaratilmoqda. Dunyo yaratildi va qanaqadir orolchadami har doimgidek tushunarsiz sidlar. Yo'q, orolcha emas ekan. Yaxshi, nimadir bo'lishi mumkin. Bu nimadir bo'lish ehtimollari kattalashdi, короче. Mana bor ekan. Yo'q, nima bu? Bor ekan. Qishloq bor ekan, Voy, nima bu deb anaqa bo'lib qoldim, короче. Ajoyibgina qishloqcha. Voy, gaplarim chalkashib ketyapti. Wow. Bemalol video olish uchun, takoy serial olish uchun mos bo'lgan qishloqcha. Gaplarim juda ham chalkashib ketyapti. Onasini hamsin, qo'shnisini hamsin nima bo'lyapti? Menga tushunmayapman. Jitillar bilan bemalol savdolash mumkin. O'ynaman bo'lmayapti. 17 ta. Faqat 17. Va onasini hamsin. Hoppa, xo'sh.
Xo'sh. Nima deyish mumkin bu qishloq haqida? Nimaga qatyapti? Hali ham qatyapti telefon. Onasini ham sin. Mana bu yerda dengiz bor ekan. Ma'lumot uchun. Va dengizni yoniga kelib suv. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz bu Herox. Yoki Heroxmi, короче. Kim qanday o'qigan bo'lsa o'shanga o'shanday va dunyo yaratildi va har doimgidek fakelni otib olamiz. Fakel kerak emas bizga va orolchami qanaqadir orolcha tushunarsiz yoki yana nima bo'lishi mumkin bu yerda. Xo'p, bu jigarang qo'y onasini yemsin. Xo'p. Mana tomonga borib ko'ramiz. Agar hech narsa bo'lmasa, yo'q demak yo'q bo'ladi, bor bo'lsa bor bo'ladi. Lekin kengini joycha ekan, qishloq bitta spam bo'lib qo'ysa ham bo'laverardi. Mana bu yerda teshik bor ekan. Va bo'ldi, menimcha bu yerda hech narsa yo'q. Mana atak bo'mbo'sh joy bor ekan, bemalol uy qurish uchun yoki nimadir qurmoqchi bo'lganlar uchun. Mayli, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar sizga kommentingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Agar siz ham qanaqadir sid bo'lsangiz, albatta yozib qoldiring. Hozircha esa hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha. Va aytgancha Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha, yana bir bor ko'rishguncha.